Biz Namangan tumani markaz bo'lmish Toshbuloq shahridamiz. shu yetmay turadi endi. Nima bo'ldi? Bugungi manzilga bormaymizmi shunda? Xavotir olmang Dilfuza, rejadagi hamma ishlarga ulguramiz. Assalomu alaykum. Yuring, ana taksimiz ham keldi. Aka, kilometriga qancha yozadi bu taksi? Bizda minimalka 6000 so'm, 1 kilometr ichida. Undan u yog'iga har bir kilometr uchun 1900 so'mdan pul yozadi. Bizda Namangan Toshkent yo'nalishiga mashinalar qo'yilgan. Klientlar uchun qulaylik, har 10-qo'ng'iroq yo'l kira besplatni. Zo'r ekanda. Qarang, Shukurjon, hamma tashkilot idoralar markazda joylashgan ekan. Ana hokimiyat, ana amfiteatr, mana madaniyat markazi, do'konlar qarang. Yaxshi joyda joylashgani, lekin park yo'q ekanda. Yo'q. Namangan tumani 1926-yilda tashkil topgan. Aholi soni 2025-yil holatiga ko'ra 200 mingdan ortiq bo'lib, shahar tumanlar o'rtasida 3-o'rinni egallaydi. Bu tuman sug'oriladigan dehqonchilik regioni hisoblanib, qishloq xo'jalik ekinlari sug'orishda Shimoliy Farg'ona kanali, Katta Namangan kanali va Yangi Ariq kanallaridan foydalanadi. Aytgancha, Namangan tumani paxta yetishtirish bo'yicha yuqori o'rinda turadi, chunki yer maydonining 50% ham paxta dalalaridan iborat. Namangan tumanida Toshbuloq, Xonobod, Tepaqo'rg'on, Guldirov hamda Qiyot kabi katta qishloqlari ham bor. Aytgancha, bu yerda taniqli ustozoda san'atkorlar ham tug'ilgan. Masalan, marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov, Jaloliddin Usmonov, Shavkat Hamdamov va Gulasal Abdullayevalar ham shu jumlasidandir. Hurmatli toshbuloqliklar, sizning tumaningiz haqida aytilmagan qanday ma'lumotlar qoldi? Izohda ularni yozishni unutmang. Va bu videoni toshbuloqlik do'stlaringizga yuborib qo'ying.